1909-yilda tug'ilgan. Hamid Olimjon 12-dekabrda tug'ilgan. Hamid Olimjonning Baxtigul va Zaynab Omon ana dostoni bo'lgan. Hamid Olimjon Qo'qonni drammasini yozgan. Barakalla. Hamid Olimjon 1944-yilda tug'ilgan. Hamid Olimjonning Baxt asari bor. Hamid Olimjonning Daryo kechasi asari bor. Hamid Olimjonning O'zbekiston she'ri bor. Hamid Olimjon 3-iyulda vafot etgan. Hamid Olimjon dramaturg bo'lgan. Hamid Olimjonning onasi ismi Komila bo'lgan. Hamid Olimjon yozuvchi ham bo'lgan. Hamid Olimjon she'r yozuvchi bo'lgan. Shoir. Hamid Olimjon Guruh a'zolari kim almashadi? Kim almashadi? Madina bilan almashsinchi guruh a'zosi yordamga chiqadi. Ikkinchi guruh a'zosiga yordam kerakmi? Barakalla. Hamid Olimjon to'y kechasi. Baxtigul Yordam bermaymiz guruh a'zolari. Guruhdan yordam boshqa o'quvchi chiqadimi? Dilobar, Maftuna bilan almashib olamiz. Hamid Olimjon ko'plab asarlar yozgan. Barakalla. Hamid Olimjon yoshligida onasi qiziq ertaklar aytib Yo'q, qizilga dilobar o'tish kerak edi. Yashil sizlarda. Hamid Olimjon 34 yoshida vafot etadi. Uning Oygul va Baxtiyor asari bor. Hamid Olimjon Nima qiladi yana? Qanday ma'lumotimiz bor? Asarlarning ichlaridan aytilgan ma'lumot. Olim bo'lgan. Oxirigacha yetkazib chizib qo'yamiz. uning ulkan asari. Aha, barakalla. Keyingisi. Hamid Olimjonning Oygul va Baxtiyor dostonida Jayhun balig'i ishtirok etdi. Barakalla. Uning Oygul va Baxtiyor asarida Shishanbek shahrida Voqealar Istanbulda bo'lib o'tadi deymiz. Oygul va Baxtiyor